أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yaxşı görgen nersanglardan sarıp kılmıgıça, yani mallarınlarının yaxşısını sadiqi kılmıgıça, hergiz yaxşılıkka, yani cennetki erişelmeysizler. Allah'ın yolunda nimini sarıp kılmanla, Allah onu bilip turguçudur. Tevrat nazil kılınıştan ilgiri, İsrail, yani Yaqub aleyhisselam, özüge haram kılgan yemeklikler, yani tögünün goşi ve sütüdün başka yemekliklerinin hemmisi İsrail evladıga halalıydı. Ey Muhammed! Ularga etkin ki, eğer rastçıl bolsanla, Tevrat'ını elip gelip okup beqinla. Şunundan keyin, yani roşen delil meydanga kelgenden keyin, kimiki Allah namıdın yalganını toqiydiken, ular zalimlardır. Etkin ki Allah rast etti. İslam dininden ibaret İbrahim'nin doğru diniga ergişinla. O, yani İbrahim müşriklardan emas idi. Hakikaten insanlarga ibadet üçün tunji silingan öy, yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir. Cahan ehlige hidayettir. Onunda oçuq alametler bar ki, makamı İbrahim şularının biri. Beytullah'a kirgen adam emin boludu. Qadir bolalgan kişilerinin Allah üçün Kâbini ziyaret qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkar qiladigan, yani hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhisizki Allah ahli jahondan, yani ularning ibadatidan behojatdir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, yani Yahudilar, Nasaralar, nima uchun Allah'ın ayetlerini inkar qilasizlar? Vaholanki Allah qilmishinglarga shahiddir. Ey Muhammed, aytqinki, ey ahli kitob, yani Yahudilar, Nasaralar, İslam dinining haqliqiga shahid bo'lib turib, nima uchun Allah'ın yo'lini agir ko'rsatishni qasdlab, müminlarni uningdan to'ssizlar? Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey müminlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mümin bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'ydi. Sizlarga Allah'ның oyatlari o'qilayotgan, yani vahiy üzülüp qolmay Allah'ның oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allah'ның payg'ambari oyat turgan tursa, qandaqmi kofir bo'lasizlar? Kimiki Allah'qa, yani Allah'ның diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ey müminlar, Allah'qa loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Hammanglar Allah'ның ağamchisiga, yani Allah'ның diniga mahkam yepishinglar. Ayrılmanglar. Yani sizlardan ilgiri Yahudilar ve Nasaralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ның ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar dozoq cho'qurining girvikida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib,
yaman ishlarni mani qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ani shular maqsadiga erishguchilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardek bo'lmanglar. Ani shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qoriydi. Yüzü qarayğanlarga farishtalar aytidiki, iymon etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Yüzü oqarganlar Allah'ның rahmetida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Bu Allah'ның oyatlaridir. Ularni ey Muhammad, sana ras o'qib beramiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zimindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytariladi. Ey Muhammad ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklimasidan ishib ketganliklari uchundir. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuruydi. Yomon ishlardan to'sidi. Xayrlik ishlarni qilishga oldiraydi. Ani shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Shubhisizki, kafirlarning mollari, bollari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular dozoq ahlidir. Dozoqda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqlari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nobud qilib etgan so'g'uq shamolga o'xshaydi. Egilarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Allah zulm qilmadi va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga
buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqatli qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlardan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texmo cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanligini yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinisizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Allah o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillaringlardikini bilguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga eg'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Allah so'zinglarni anglab turguchidir. Ahvolinglarni bilib turguchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Salama oymiqi bilan Bani Harisa oymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mu'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarda Allohga tavakkul qilsin. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurollaringlar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, ya'ni yetmamdu deytding. Shundaq, u yetadi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin, shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmusin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, jazonini qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan
nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Alloh yo'lida pul mol sarf qiladiganlar. O'ch ilishga qodir turuqliq, ochiqini yutadiganlar. Yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va vaz nasihatdir. Jihoddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga mu Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'ldinglar? Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Allah shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajalini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi. Botirlik qisqartolmaydi. Kimiki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikdan nasibisi bo'lmaydi. Kimiki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz.
shukr qilg'uvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudojuy o'limalar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshqonligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yondiradi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. İlahligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allah'ның izni bilan ularni qirvatatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'alibini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar. Ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'alabidan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilg'uchidir. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdirman. Kimiki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliginglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdek bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'alabidan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirishdi. Ular agar bizga g'alabidan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydiq deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, aranglardagi o'ltirilishi tutib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishdi. Allohning qazosidan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bunda qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'nglinglardagini yaxshilik bo'lsin
yomonlik bo'lsin bilgichidir. İki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton teyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afu qildi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda halimidir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldirolmaydi. Allah qilmishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Allah yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajilinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajilinglar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Allah sizlarni amallaringlarga qarab mukofotlaydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil. Ular uchun mag'firat tilegin. İşte ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam berdi? Müminler yalğız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hamma ishni Allohga topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Yani buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimiki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, yani xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Her kişinin qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kemaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Cehennem nimi degan yomon joy. Allohning dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkizgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayadan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zinglardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga heris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish
yani ayırış üçündür. Ve münafıklarını biliş, yani ayırış üçündür ki, ularga kelinglar, Allah yolunda uruş kılinglar, yoki özünglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergishatdik. Ya'ni sizlar bilan bir sapda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Allah obdan biladi. Bu yana Allah'ның urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular o'ylarida o'ltirib qarindoshlarga agar ular, ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni özünglardan dapiq beqinglar. Agar davoyinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramon qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atgan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazilidan xursanddir. Özlerinin arkasından texi yetip kelmeyen, yani şehit bulmay, tirik kalgan qarindoshlarga ahirette ne korkunç, dünyadan ayrılganlıkka ne kaygı yok ikenligi bilen hoş haber berişini tilaydi. Ular Allah tarafından berilgen nimet ve fazilni, müminlerinin ecrini Allah'ın bekar kılıp etmeydiganlığı bilen hoş haber berişini tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allah'ның ve Peygamberinin çağırıqıga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni müminlerden yaxshi amallarni qilganlar ve taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishidi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shek shubhisizki, kishilar ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu söz ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Allah kifoya, Allah nima degan yaxshi hami dedi. Ular Allah'ның nimati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allah'ның roziligini izladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ani shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Ey Muhammed, kufrga o'zlarini atganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga shapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. İmanni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni ömrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmag'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'ayibdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, onunğa Muhammed aleyhisselamga munofiqlarning holini bildirgandek g'ayibni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar,
cho'ng savobga erishsizlar. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qiladiganlar bexillikni o'zlari uchun foydaliq deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Allah qilgan amallaringlardan xabardordir. Allah bo'lsa haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni Yahudilarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nomi amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nomi amaliga yozishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali ko'ydirgichi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Allah bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Ular Tavratda Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Allah ularni buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni İbrahim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurliq kitobni, ya'ni Tavrat, İncilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimiki dozoqdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgankan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan maldilni iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetishi bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir elinish, kesal bo'lish bilan cho'qim sinalasizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. O'z vaqtida Allah kitob berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozg'ini badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olg'ini nima degan yomon. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ladigan, qilmagan ishlar bilan madihlanishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor.
Ular öri turgandımı, o'ltirgandımı, yotgandımı Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni dozoq azobidan saqlag'in. Parvardigorimiz, sen kimniki dozoqqa kirgizdikansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. İman etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabzruh qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilg'uchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan. Hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar mening yo'limda, ya'ni Allah'ның dini üçün əziyyət tartqanlar, urushqa qatnaşqanlar, ya'ni mening yo'limda urushqanlar va mening yo'limda o'ltirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Allah tarafından berilgan mukofotdir. Allah'ның dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kafirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisun. Bu ozg'ini bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. O nima degan yomon to'shak. Parvardigorga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutulishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramon bo'lgan baqasi yo'q ozg'ini rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqidi. Allohning oyatlarini ozg'ini badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rahiblarga o'xshash dunyoning arzimas narslarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorining dargohida savob beriladi. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Avlod ovozliq asarlari. Sura Nisa 176 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan.
Şu insandın, yani öz cinsidan onun cüptini, yani Havvani yaratgan ve ulardan, yani Adem bilen Havvadan nurgun ayollarni yaratgan Perverdigarınlardan korkunglar. Bir-biringlardan nersi sorganda namı bilen soraydigan Allah'tan korkunglar. Sil rahimni üzüp koyuştan saklanыңlar. Allah hakikaten sizlerni, yani bütün ahvalыңlarni küzütüp turgucudur. Yetimlerinin mal mülkini ular balağatga yetken çağda beringlar. Yaxşısını yamanga, yani ularning mallarının yaxşısını özüңlarning mallarının yamınığı tigişip almanglar. Ularning mal mülkini özüңlarning mal mülküge qoşup yavanmanglar. Bu hakikaten çoğun günahdır. Eğer yetim kızlarga öylünüp adil muamelede bolanmaslıklardan, yani terbiyanlarda birer yetim kız bulup onunla şu kızga beraber turduğun kızga beriladigan mehrini beremesliklerinlardan korksanlar, onu terk etip özüңlar yaktırdıgan başka ayollardan 2, 3 ve 4 erişinglarga boludu. Eğer ularning arasida adil bolanmasliklerinlardan korksanlar, bir xotun bilen yoki qo'l ostinglardagi cho'rilar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotun bilan kifoyalanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mahrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, yani pak halal bilib yanglar. Allah tirikchilikinglarning asosi qilgan mallaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemek içmek, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroylik so'z qilinglar. Yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mallarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mal mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qolishidan qo'rqib, mal mulkini buzib chechib yavanmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimiki boykan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mal mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimiki yo'qsulkan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular, yani balog'atga yetgan yetimlarning mal mulkini topshirib berdigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Allah hisob elishqa yetarlikdir. Ota-onasi ve tuqqanlari qoldirgan mirosda, yani meyitning tarakkisida erlarning hassisi bor. Ota-onasi ve tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarning mu hassisi bor. Mayli u, yani tarakka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, her odam Allah'ның adil şeriatida belgilengen hassisini alır. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimler ve miskinler hazır bolsa, ularga buningdan, yani tarakidan ularning ko'nglini erish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroylik so'z qilinglar. Yani bu kichiklarning meli. Bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar. Kimlarki o'zlaridan qilib qoladigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andishi qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andishi qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. Zulm qilib yetimlarning mol mulkini nahaq yavoladiganlar shubhisizki qo'rsqiga
qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yavagan bulut. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni dozaqqa kiradi. Allah bolalarga tegidigan miras haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirasning 3dan 2 hassisi tegidi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirasning yarmi tegidi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirasning 6dan 1 tegidi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirasqa faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirasning 3dan 1 tegidi. Qolg'ini otasiga tegidi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirasning 6dan 1 tegidi. Qolg'inini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Allah tarafidan bekitilgan belgilimidir. Allah haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirasning yarmi erlar sizlarga tegidi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ularga qoldirgan mirasning 4dan 1 sizlarga tegidi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirasning 4dan 1 tegidi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirasdan 8dan 1 tegidi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar miras qoldirguchi ota-onasiz, bolasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirasning 6dan 1 tegidi. Agar miras qoldirguchining, ya'ni miras qoldirguchi meyitning ona bir oti boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirasning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Miras qoldirguchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. Bu Allah tarafidan qilingan tavsiyadir. Allah hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qiluvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ana shular, ya'ni Allah bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkamlar Allahning qonunlaridir. Kimiki Allahga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Allah uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimiki Allohga va payg'ambarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Allah uni dozoqqa kirgizadi. U dozoqda mangu qoladi. Xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ayollaringlardan fohisha qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Allah ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fohisha qilsa, ularni ayıplanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbini
bekmi qabul qilg'uchidir. To'limu mehribondir. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda Әмді тәубі қылдым дегічілерінің тәубісі вә капыр петі өлгічілерінің тәубісі, яғни өлім алдыда иман еттім дегічілерінің иманы қобыл қылынмайды. Әні шуларға қаттық азап тәйірлідік. Мүмінлер, аялларға зорлық қылып, оларны мұрас қылып алмақ, яғни bir adamның қолыдың, yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rinda qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular o'p-o'chiq bir poyishi ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Allah ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, qo'yib etmoqchi bo'lgan xotinga mahri qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qari chaplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. O'zara xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh ahdidan iborat mustahkam ahd olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? Otlaringlar olgan ayollarni olmanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar, afu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. Uch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshirlaringlarni, otanglarning hamshirlarini, onanglarning hamshirlarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, süt onalaringlarni, imildash hamshiringlarni, qiyin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini bu shart emas. Uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtonlardan bo'lgan bolaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirni bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilinadi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Erlik ayollarni elishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rilar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lguninglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarini beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro putishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan soqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan hammani bilgichidir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Avlod ovozliq asarlari